Mamlakatimizning shimoliy hududlarida yo'l masalasi uzoq yillar davomida eng og'riqli muammolardan biri bo'lib keldi. Yo'lovchi va haydovchi yo'l bilan bog'liq qiyinchiliklardan aziyat chekishardi. Markaziy shaharlarda istiqomat qilayotgan odamlarga havas qilib yashashardi. Yaqin 7-8 yillik tarix bugun nafaqat viloyatlar, shaharlar, balki olis tumanlar qiyofasigacha tub burilish yasadi. Asosiysi, yillarki e'tibor qaratilmagan muhim vosita yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida ulkan islohotlarga qadam qo'yildi. Endi faqat poytaxt yoki iqtisodiy potensiali yuqori bo'lgan viloyatlargina emas, balki shimoliy hududlardagi infratuzilmani yaxshilash masalasi bosh vazifa qilib belgilandi. O'zbekistonda yo'l xo'jaligi sohasida yana bir sensatsion voqelik, ya'ni birinchi pullik yo'l qurilishiga start berildi. Yo'lning umumiy uzunligi 35 kilometrni tashkil etadi va birinchi pullik yo'l O'zbekistonning Xorazm viloyatida barpo etilyapti. Bu yo'limiz, demak, Xorazm markazi Urganch shahridan Xiva shahriga qadar temir yo'l bekati oldigacha davom etadi va mana shu 35 kilometrdan iborat yo'limizda 5 ta lotga bo'lingan holda ishlar amalga oshirilmoqda va bu jarayonlarda 1200 dan oshiq texnikalar ishlamoqda. Yana shu narsani aytib o'tish kerakki, mazkur pullik yo'l Xorazm viloyatida yo'l infratuzilmasini yaxshilash hamda turizm salohiyatini yanada yuksaltirishga hissa qo'shadi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi davlat muassasasi buyurtmachiligi asosida yo'l loyiha byurosi mas'uliyati cheklangan jamiyati loyihasi asosida qiymati 120 million AQSh dollarlik O'zbekistonning birinchi pullik yo'li aynan Xorazmda qurilishi tarixga muhrlandi. Birinchi boshlanishiga bu kichkina proyekt, masalan, Urganchdan Xivagacha 35 kilometr yo'l. Boshlanishiga kichkina proyektni boshlab olsak, Xorazm viloyatini turist oqimini ham ko'paytirish maqsad. Urganchga kelib samolyotdan tushgan odam, mashinada kelgan odam Urganchdan Xivaga borguncha tirband yo'l, asosan bitta yo'l bor. Tirbandliklarni oldini olish, turistlarga sharoit yaratish maqsadida hurmatli prezidentimizni bergan topshiriqlardan so'ng loyihasini ishlab chiqib, uni ishni boshladi. Texnikamiz ham, mutaxassislarimiz ham yetarli. Turkiyadan konsalting kompaniya yollaganmiz. Uni ham mutaxassislari bizada ham loyiha jarayonida, ham laboratoriya jarayonida, ham ish jarayonida bizlarga ham yordamchi, ham nazoratda turib beradi. Texnikamiz o'zimizda mavjud, o'zimizning qo'mita tarkibidagi korxonalarda mavjud texnikalardan foydalanib, shu yerda 1000 dan ortiq 1200 ga yaqin texnikani yiqqanmiz. Hozirgi kunda jadal davom ettiryapmiz. Hurmatli prezidentimiz Turkiyaga borganlarida Turkiya prezidenti bilan o'sha yo'l to'g'risida kelishuvga erishganlar. Turk mutaxassislari O'zbekistondagi yo'lni sifatini, yo'l sohasini rivojlanishini, O'zbekistonda yo'llari qurilishidagi ishtirokini tashkil qilish bo'yicha kelishilgan. O'sha kelishuv asosida Turk mutaxassislari kelib bizga yordam beryapti. Bu shunchaki 35 kilometrdan iborat yo'l emas. Bu viloyatning iqtisodiy daromadi, turizm salohiyati, logistikasiga munosib hissa qo'shadigan ulkan loyiha. 35 kilometr pulli yo'limiz o'z ichiga sun'iy inshootlarni, temir yo'l ustidan o'tgan ikkita yo'l o'tkazishimizni, keyin hayvonlar o'tish joylari, terminallar, 3 ta terminalimiz bor. Zamonaviy sun'iy intellekt bilan ishlaydigan inshootlar bilan jihozlangan. Turklar hozir loyihani boshlangan bosqichidan oxirgi bosqichigacha xalqaro konsultantlar vazifasini bajarib kelyapti. Ya'ni bular o'zini tavsiyalarini o'sha loyiha boshlanishidan oxirigacha berib kelishyapti. Masalan, hozirgi kunda yo'l poyida ishlar boshlangan bo'lsa, yo'l poyi bo'yicha o'zining tavsiyalarini berib kelyapti. Zamonaviy drenaj sistemalarini tavsiya etgan. Hozir buni ham qurish ishlari amalga oshiriladi. 35 kilometrlik Urganch-Xiva pullik yo'li 4 tasmali asfalt beton qoplamali bo'lib, uning qurilish ishlariga Turkiyaning yo'lsozlik bo'yicha ulkan tajribaga ega muhandis loyihachilari jalb etilgan. O'zbekistonda Turkiya arasındagi yo'l Biz turkiyalik yo'lsozlarga rahbariyat tomonidan ma'lum bir sanagacha mana shu loyihani yakunlash kerak desa, biz uni o'sha muddatda tugatish uchun zarur resurslarni hisoblab, ishni shunga muvofiq rejalashtiramiz. Bu yerga kelgan ilk kunimda aynan shunday qildim. Men doim bir savolni beraman. A va B nuqtalar qayerda joylashgan va loyiha qancha vaqtda yakunlanishi kerak. Shu sababli ishning belgilangan muddatda yakunlanishini ta'minlash uchun birinchi navbatda rejalashtirish bilan shug'ullandim.
Rejalashtirishdan so'ng loyihani o'z vaqtida yakunlash uchun zarur bo'lgan resurslarni aniqlab oldim. Qancha asfalt, qancha asos materiali, qancha xom ashyo kerak bo'ladi. Chunki hisob-kitoblarga qarasak, qariyb 500 ming tonna asfalt ketadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, umumiy hajm 1 million tonnadan sal kamroqni tashkil etadi. Biz zudlik bilan ushbu resurslarning miqdori va joylashuvini aniqlash uchun konlarga bordik. Joylarda bu jarayon uchun eng mos keladigan materiallarni aniqladik. Ushbu baholashlar o'tkazilgandan so'ng zarur ishlar boshlab yuborildi. Ayni paytda qurilish dastlabki rejamizga muvofiq olib borilmoqda. Shu bilan birga hamkasblarimiz asosiy yo'lning ustki qatlamini asfaltlash, tayanch konstruksiyalarni mukammallashtirish va unga yondosh inshootlarni qurish ustida ishlamoqda. Biz esa ularning ish jarayonini nazorat qilib boryapmiz. Men bu sohada qariyb 45 yildan buyon faoliyat yuritaman. Markaziy Osiyo, Turkiya, Afrika va Yevropaning turli mamlakatlarida shunga o'xshash loyihalarni amalga oshirganman. Bu jarayonda biz Turkiyada ham, undan tashqarida ham yuqori standart va ancha sifatli ishni ta'minlash uchun butun bilim va tajribamizni ishga solamiz. Ish boshlangandan keyin ham loyihaga o'zgarish kiritishi mumkin ba'zida. Ish boshlangandan keyin ham o'zgartirish kiritish mumkin. Masalan, joydan kelib chiqib ham ularni yo'nalishiga qarab turib, sun'iy inshootlarga o'zgartirish kiritish mumkin. Joy holatidan kelib chiqib o'zgartirish kiritish mumkin. Masalan, buziladigan uy-joylarni yoki turar joy binolarini yoki turar joy bo'lmagan binolarni buzilishlarini kamaytirish, xarajatlarni kamaytirish maqsadida ham o'zgartirish kiritish mumkin. Loyiha doirasida amalga oshiriladigan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, 35 kilometrlik pullik yo'l ichida 8 ta yo'l o'tkazgich, 17 ta ko'prik, 5 ta chorva uchun o'tish joyi, bitta tonnel o'rin olgan. Loyihachilarimiz tomonidan bir narsalarni hisob-kitob qilyapmiz. Bizning informatsion shoflarimiz bor. Buni o'zgartirishni maslahat qilyaptilar. Italiyada chiqqan Trelleborg bor, keyin Maurer bor. Shu informatsion shoflarni qo'yamiz. Mustahkamlikni kuchaytirish uchun balka plitalarimizning ustini bizada 14 sm, 15 sm qoplama bo'laradi plitalari balkalarimizning ustida. Ya'ni 7 sm ekslovchi qatlam, keyin uni ustidan asfalt bo'laradi. Bitta sloyda o'tib ketaradi. Hozir bular aytib turibdi, qilali 25 sm beton qo'yamiz, mustahkam bo'ladi. Shofi har bir plitada emas, monolitli bo'ladi-da. Ko'pirning boshida bitta bo'ladi, oxirida bitta bo'ladi. 10 ta filialimizdan 200 ga yaqin maxsus texnikalar olingan. Ya'ni svoya boyka deydi, qoziqlarni oqadigan 8 ta oldirganmiz. Har bir filialni o'zinikini olib kelgan ekskavatorlar, bur mashinalar, katoklar, ishlagich ekskavatorlarimiz ko'p, 30 tadan ortiq, chunki konstruksiyalarimiz ko'pirlar bilan hisoblandi 150 tadan ziyod. Shuning uchun hamma uchastkada har bir filialimiz 3 ta 4 tadan brigada olib kelib 2-3 smenali ish tashkil qilganmiz. Ataqlarini taxlab ularga ovqati, choyi, noni hammasi qilib berilgan. Bundan tashqari Uzyo'l ko'prik klasterini beton mahsulotlari ishlab chiqarish zavodidan 150 ga yaqin vagon tashib keltirildi, temir beton mahsulotlari. Bu degani kuniga fevralning oxirida boshlagan bo'lsak, kuniga 4-5 vagondan mahsulot jo'natyapmiz. Yirik qurilish maydoniga aylangan ushbu jarayonda jami 1200 dan ortiq texnikalar ishlamoqda. Shu kunlarda yo'l qurishning dastlabki bosqichi hisoblangan tayyorgarlik ishlari, yer ishlari, yo'l asosini qurish ishlari olib borilmoqda. Shu balandlikda ko'tariladimi shu? Bu hali zempolatnosi 2 metr chiqamizda, buni ustidan yana ko'tariladi. Bu qum qatlami bor, keyin o'sha grunt qatlami bor. Qum qatlami drenaj shu sloy sifatida geotekstil bilan o'raladi. Suv yer tagidagi suvlar tepaga chiqmasligi uchun geotekstil bilan qum bilan yopiladi, keyin ustidan tuproqqa namlik tegmasligi uchun qum qilyapmiz. 10 tacha karyerdan tashlayapmiz. 15 tacha ekskavator yuklab beryapti hozir. 500 tadan ko'proq texnika ishlab turibmiz Samarqandda. Qumni o'sha laboratoriya ko'rib chiqyapti. Turk konsultantlarimiz bor. Turk konsultantlar borib karyerda o'rganadi. Gruntni namligini, sho'ri bor yo'q, o'sha bizani yo'limizga to'g'ri keladigan joydan borib olyapmiz. Kuniga 15 ming kuba taxmin ko'proq olib kelyapti. 35 kilometrli yo'limizga necha kuba qum kerak bo'ladi? 3 million 300 mingdan ko'proq. Asfalt qoplamasi necha qavat bo'ladi? 27 sm qalinlikda bo'ladi. Jarayonlar 5 ta lotga bo'lingan holda olib borilyapti.
Pudratchi tashkilotlar avtomobil yo'llari qo'mitasi tizimidagi korxonalardir. Xiva-Urganch avtomobil yo'lining 12-17 kilometrlari bu yerda Navoiy muntazam yo'llardan foydalanib davlat muassasasi tomonidan amalga oshirilmoqda qurilish montaj ishlari. 5 kilometr uzunlikda yo'l va shundan 3 ta ko'prik va 2 dona yo'l o'tkazgichni qamrab oladi. Bozorda hozirgi kunda 50 dan ziyod texnika, 30 dan ziyod ishchi xodimlar ishlayapti. O'zbekistonning ilk pullik yo'li nega aynan Xorazmda qurilmoqda? Avvalo, bu viloyat bir nechta qo'shni respublikalar bilan kesishadigan qulay lokatsiyada joylashgan. Qolaversa, Xiva sayyohlarning e'tibori tobora ortayotgan tarixiy joy. Va albatta, tanti, mehnatkash xorazmliklarga muhtaram yurtboshimizning ulkan sovg'asi deyish mumkin. Mamlakatimizning 35 yillik to'yida foydalanishga topshirilishi kutilayotgan ushbu 35 kilometrlik pullik yo'l o'zbekistonlik yo'lsozlar tomonidan 35 haftada bunyod etilmoqda. Haqiqat shuki, bugun tizimga e'tibor qaratilmoqda. Aholiga munosib turmush tarzini yaratish maqsadida yo'l infratuzilmasini yaxshilashga davlat byudjetidan mablag' ajratilmoqda. Buning evaziga yo'lchilar ham hech qo'rqmasdan 48 soatda yerosti piyodalar o'tish yo'lini qurishmoqda. 35 haftada bitiramiz deb hech ikkilanmay katta loyihalarga o'z kuchlari bilan qo'l urishmoqda. Ilgarilari esa bu haqda o'ylashning o'zi soha mutaxassislarida qo'rquv hissini uyg'otardi. Katta modernizatsiya jarayoni davom etayotgan mamlakatimiz zamonaviy xalqaro standartlarni joriy etish yo'lida ildam odimlamoqda. Bu odimlar boshqa sohalarda bo'lgani kabi yo'l xo'jaligi tizimida ham o'zining dastlabki bo'ylarini ko'rsata boshladi. Demakki, maqsad aniq, rejalar yuksak.